Salom do'stlar. Bu men Dallas Tayirov. Anchadan beri video chiqmadi, 3 oymi, 4 oymi, chunki o'ziga yarasha sabablari bor edi. Bugun biz FK26 o'ynaymiz. Dallas qiziq bo'lmayapti. Ancha vaqt o'ynadim, yana qiziq bo'lmadi. Yana akkauntim naqa bo'ldi. Keyin FK Mobile'ga o'tdim. Oktyabrdan beri o'ynayman. Obashim 112. Bugun FK Mobile o'ynaymiz endi. Bugun 2026-yilning Chempionlar Ligasi qo'shilgan. Bugungina qo'shilgan. 13-noyabr kuni. Bugun endi o'ynaymiz. Chempionlar Ligasi emas, oddiy o'yinni o'ynaymiz. Hop, tak tezroq kirsa agar tezroq o'ynaymiz-da. Kirdi. Tak endi tak buyimiz. Tak endi magazinga kirmaymiz. Adminga kerak emas. Играть. Hali sizlarga akkauntimni ko'rsatishim kerak. Mana men bu yerdan ko'rsatsam bo'ladi. Bu emas. Tak, mana. Yaxshi emas. O'yinga Casemiro tushdi, keyin endi asosiy tarkiblarni aytaman. Varatar Nobel. Keyin centrальный защитник Fernando Hierro, levi centrальный защитник, ya'ni ikkita centrальный защитник bo'lar. O'sha bu yerda bu kema, ya'ni Beukama. Keyin levi защитник Alvaro Carreras. Peze, ya'ni o'ng tomon chap tomon защитник o'sha yerdagi защитник Coleman 109. Hammasi 110 dan katta, bu 109. Keyin bunday atasam bo'ladi. Bu polzashitniklardan endi aytaman. Pirlo bor, keyin Zipaul bor, Sapda uzun, Sapa ikkita Sapa bu yerda, keyin Levi Winger, Almada, Napadaющий Lewandowski, keyin PV, ya'ni qanday aytilardi, o'sha esimdan chiqib ketgan, Anthony. Hozir bo'ldi. Tak, akkauntimni ansor qildim, endi o'yin o'ynaymiz. Zo'r komandaga o'xshayapti. Menimcha yutqizsam kerak, lekin bilmadim. Isfoiz bo'ldi. Men kapitanim Anthony aytib o'taman. Bu yerda endi Lamins bor ekan, yana qaysidir ko'rolmadim.
Keyin Ronaldo degan borga Ernaytmi yoki Siyosiymi bilmadim. Cristiano yoki oddiy oldingi Ronaldomi bilmadim. Tak o'yin boshlandi. Oldingi Ronaldo. Tak. Palmer bor ekan. Palmer chiqardimi yoki men chiqardim? Palmer. Tak, uzun. Xavi ular olib qo'yishdi. Ernay. Ramirez bu yerda zashitada Lewandowski bilan to'qnashdi va to'pini olib qo'ydi. Ramirez yaxshi. Ko'pchilik ololmasdi. Bugun Ramirez oldi to'pni Lewandowskidan. Nimaga chopish bosilmadi? Rivok atbor. Tak, Barkola qotish bo'lyapti faqat. Mana shu muammo. Kirib ketma. Hozir avtogol bo'lib qolardi. Dalsida oldin shunday bo'lardi. Hali avtogol qilganmi? Shunga bilmayman. Anthony Pirlo uzun. Anthony yana Pirlo Lewandowski'da to'p. Tepaman deb tepmay qoldi. Tak, menimcha birinchi taym tugadi. Mana shu hujum tugagandan keyin birinchi taym tamom bo'ladi va mana tamom bo'ldi. Tak, Casemiro tsaydi. Qayerga qo'yishim? Qayerga qo'ysam odashim kamayadi. Sop ekanda bu. Shunisi yomon. Bo'lmayapti. Tak, uzun. Yana Coleman olishga harakat qilardim, bo'lmadi. Barkola o'tib ketdi. Endi Pirlo yo'q. Coleman oldi to'pni. Coleman. Tak, endi Pirlo. Yana qochishlar bo'lyapti. Shu qochish bo'lmasa normalniy yutaman, gol uraman ekan. Qochish baribir bo'ladi. Tak. Nima qildim men hali? Tak, Nobel. Osherda Lewandowski. Anthony'da to'p yo'q. O'tolmadi. Juda qo'rqyapman. 80-daqiqa. Yo'q. Tezroq gol urish kerak, tezroq. Kimga berdi? Lewandowski, nimaga o'zing ketib olmaysan? Qizyapmiz. Yo'q, faqat shu payt emas. Yaxshi, Alvaro Carreras. O'yin tamom bo'ldi. Yana bir o'yin o'ynaymiz hozir. Wi-Fi qo'ysa gol urardim lekin.
Tak, endi ikkinchi o'yin o'ynaymiz va shu bilan keyin videomiz yakunlanadi. Roberto Carlos ekan kapitani. Normal komandaga o'xshayapti. Chunki 109, 108, 106. Donnarumma ekan varatari. Keyin Roberto Carlos kapitan, yana kimlar bor? Thiago Silva kimni bilmadim. Kudus bor ekan, Sap, Tillman bor ekan. Milito degan o'yinchi bor ekan. Militao emas, Milito. Tak. Antony yerdan o'ta oladimi, yo'qmi? Yo'q. Tezlik bo'lmadi. Tavba. Milito yaxshi oladi. Alvaro Carreras, Bernardo Hierro, Almada, Lewandowski, Almada to'pida lekin Dier olib qo'ydi. Bu yerda Tillman, Vini Junior, Kudus, Di Paul to'pni olib qo'ydi. Bu yerda yana Ferdinand bor. Bo'ynaki menimcha Ferdinand edi, Roberto Carlos emasligin bilmadim. Tak, Milito, Ibarbo degan bor ekan. Coleman Pirlodan to'pni olib qo'ydi, lekin Ibarboga berdi. Yo'q, gol emas. Tak, bunga beramiz. Di Paul Almadada to'p. Di Paulga yana oshladi. Di Paul kirib ketmoqda. Pas beradimi? Ha, lekin Dier buni qaytardi. Tak, Pirlo olib qo'yadimi deyotdim. Olib qo'ydi-yu, lekin o'zimizni o'yinchilarimiz xalaq berdi, Kudus olib qo'ydi. Milito, Alvaro Carreras emas, Beukema olib qo'ydi. Almadada to'p, Almada ketyapti, tezlikni oshiryapti, lekin Ferdinand olib qo'ydi va Ferdinanddan chiqdi deb o'ylayman. Ferdinand. Tak, birinchi taym tamom bo'ldi. Ikkinchi o'yinimizni birinchi taym tamom bo'ldi. Hisob ochilgani yo'q. Kimga boramiz? Ikkinchi zashitandan olamiz. Vini Junior. Almadada to'p, Almada chop. Ancha qotadi, mana shunaqa holat bo'ladi. Ferdinand, Pirlo, Kudus, Milito, Coleman, Pirlo, Tillman, Lewandowski, Ferdinand. Bu shtraf bo'lishi kerak emasmi? Shtraf bo'lishi kerak edi lekin. Boshqa narsani deb o'yladim. Tezroq.
Pirloda to'p Lewandowski, Antony aldab o'toladimi? Aldab o'tdi, lekin Alvaro Carreras olib qo'ydi. Bizga out foyda. Antony pas bermadi nimaga? To'syapman bo'lmayapti. Fernando Hierro Viniciusni qo'yish kerak. Yo'q, ololmadi. Qanaqasiga? Yo'q. Bu bayt emas. Iltimos deyotgandim. Milito gol urib ketyapti. 89-minutda. Endi men qanday qilib gol uraman? Shunaqa narsa yo'qmidi. Tak, Antony tezroq chop. Yo'q, orqaga olish kerak, lekin nimaga bo'lmadi? Do'stlar, o'yinimiz yakunlandi, videomiz ham yakunladi. Hammaga xayr. Aldis 95 ta obunachi uchun rahmat. 1000 ta bo'lishimiz kerak. Obuna bo'ling. Xayr, rahmat ko'rganingiz uchun.